Hurmatli yurtdoshlar, xudo xolasa Termizdan keldi. Mana bu bitta passajirimiz yangi edi. Ikkitasi endi eski kirib yurgan. Bularni bezdakimni yuborganmiz, bezdakimni qaytib kelgan. Mana shu yangi bola ham manaki rabota qilib, chizdirib kirib keldi. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Aviakassa Surxon xodimlari o'zimiz shu yerdamiz, xizmatdamiz. Tilda bilmasanglar ham kelaveringlar, xudo xolasa. Faqat shu akamni oldiga yoki bo'lmasa ishga qarindoshim, urug'imni oldiga deb kelaverasizlar. Hech qanday muammosi yo'q. Xizmat xudo xolasa Termizdan ham keldi passajirlar. Hammasi yaxshi. Yo, bular o'zimizniki. Firmamiz. Mayli, telefonlashamiz, gaplashamiz. Xo'p. Mayli. Hammasi chiqdimi sizniki? 4 kishi hammi? Bo'ldi. Mayli aka, rahmat. Mayli aka, sog' bo'ling sizga ham. Termizdan kelgan passajirlarimizni ham kutib oldik. Yana 3 kishi qoldi. Termiz 4 tasi chiqdi, 3 tasi qoldi. Bemalol murojaat qilaverasizlar. O'zbekistondan kelish bo'yicha ham O'zbekiston raqamlarimiz ham bor. Rastiska nomerlarimizga ham saqlanib qilib WhatsAppdan, Telegramdan aloqaga chiqaverasiz.